O'lganlari yaxshi bu kunlaridan. Mana shu daraja qilyaptilar-ku, nima Boburjon o'zi chiqib so'kinish darajasigacha olib keltiryaptilar-da. Tuppa-tuzuk odamni yirtqich odamga aylantirib qo'yadilar-ku. O'limdan qo'rqmagan odam qaddagi bir choldan cho'chirmadik. To'g'risida hamma har xil yozyapsizlar, dushman orttirma, puldor odam u qani unchalik o'ziga prab bo'lsa, zo'r bo'lsa kelib meni razbor qilib ketsin-chi, хотя бы qani lichkaga yozsin-chi. Nimaga yaxshimisizlar? Korotchi oxirgi video qo'ydim. Video tagiga siz ham mashinangizni kreditmi, kreditga berishdimi deb ko'pchilik yozyapti. Lichkaga ham, kommentariyaga ham to'ldirib yuborishdi, korotchi. Yo'q, xotirjam bo'linglar. Meni mashinam kredit emas, meni mashinam adushi podarka. Bu mashina podarka bergan inson kamera ko'rinishdan xoli bergan inson. Sizlar xotirjam bo'linglar. Bizniki PR yoki boshqa emas. Adushi. Assalomu alaykum. Odilxon ukamiz esa biz hech qachon hech kimga husumatimiz yo'q. Aytadigan gapimiz, siz ham trenddan qolmay debsizlar. Shu fesdan bir foydalanay debsizlar, ukajonim. Omadingizni bersin. Bizda aytadigan gapimiz, sizni shapaloq yegan videongizni ko'rib chiqdim. Sizda oringiz uchun ham albatta erka bo'landan Xudo xolasa javobini olamiz. Bular shu $15,000 jentira sovg'a qilgan bo'lsa, shu $15,000 hurmatni oldi, mashina podarka qilindi degan. Bu yerda bu bola xor bo'lyapti. O'rtaga chiqib, kameraga chiqib, biz hali yakka boramiz, men 50,000 tikaman, 100,000 tikaman, Tailand mendan, u mendan, bu mendan deb ochkoni ishlashyapti o'rtada. Oxiriga surishtirsanglar, bunaqa kashas chiqyapti. Bular ish bitguncha sal kallani ishlatinglar, yangi chiqib turganlar. Ishi bitguncha o'zlari sal ekranga ko'rinib tanilib oladi, keyin xohlaganini qiladi, boshqa sportsmenga o'tib ketadi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, do'stlar. Men hozir videolarda ko'ryapman, bir 2-3 ta vayis bolalar men haqimda gapirib chiqyapti. Аккуратный, скромный, dostoyn, normalniy vayislar video qilishdan oldin so'rab oladi boshda. Gapni so'rab olib, payaga yetib, keyin video обращение qiladi, keyin video qilib chiqish kerak-da. Konkret mujik bolalar bo'ladigan bo'lsalaring, davay men bilan uchrashinglar. Direktlaringga yozdim ham, javob yo'q. Telegramlaringga ham yozdim ham, javob yo'q. Uchrashib olaylik-da, gaplashib olaylik-da. Men bir ko'rsatadigan narsalarni ko'rsatayda, bir uyalib qolinglar-da. Bitta uzr aka, noto'g'ri qilmaysiz deb turib, bitta video qilib qo'yinglar. Ukalar, o'g'il bola gapirdimi, gapiga javob berish kerak. Shuning uchun men agar kimgadir va'da bergan bo'lsam, ustidan chiqmagan bo'lsam, davay menga bitta keltirib beringlar, men uzr so'rab chiqay. Agar menga keltirib bera olmasalaring, uzr so'rab chiqasizlar. Bo'ladimi? O'rtoqlar, sut kabi oppoq farishtadek akamiz yana bizga video qilibdi. Shapaloq yegan videongizni ko'rib chiqdim. Sizda oringiz uchun ham albatta erka bo'landan Xudo xolasa javobini olamiz. Men uchun so'rab olguncha, o'zingiznikini ushlab siling, iltimos. Aytgancha siz oilaviy muxlislik qiladigan yigitni vaqtida orqalariga tepib, qon yig'lashga majbur qilib, qo'pol qilib aytganda zo'rlagan o'zim bo'laman. Hatto unga revansh ham berganman. Unda ham hech narsa qila olmagan. Aytgancha, Nursulton akalar bilan razborlashib nima qilasiz? Sizga juda ham qimmatga tushib ketib qolyapti. Menga обращение qilavering. Ko'rishib olmaganga yarasha, video murojaat qilib turavering. Siz parod qilib bo'lgansiz. Bu gaplar menga nisbatan aytilganda o'zim bilib, mini yubka kiyib olgan bo'lardim. Bilmadim, hamma har xil. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. O'lganlari yaxshi bu kunlaridan. Mana shu daraja qilyaptilar-ku, nima Boburjon o'zi chiqib so'kinish darajasigacha olib keltiryaptilar-da. Tuppa-tuzuk odamni yirtqich odamga aylantirib qo'yadilar-ku. Tabriklaymiz. Xudo xolasa arzaki xaridorlarga yetadi olgan. Ты вспоминай меня, братма. Tabriklaymiz. Yaxshi xizmat qilsa, bitta o'tirib ko'ring xachadi. Adirlarga niyat qilgan ekanlar, o'zlari gapiradilar. 0 pробег вообще. 0. Mashina mashmashasi bo'lib ketdi oxirgi payt sportchilar orasida biz ozgina uyalib qoldik. Shuning uchun bir ikkita boshqa davlatdagilar biz ham ustimizdan kulganda ham bo'lgan videolarni ko'rdim. Ya'ni o'zbeklar bir-birining go'shtini yeyapti degan joyda bizga ozgina og'ir botdi. Shuning uchun biz shuni avtodo'ng telefon qildik.
nech pul dedik, baraka qildik. O'z nomlariga hech qanaqa kreditlarsiz, hech qanaqa narsalarsiz оформил qildik. Yaxshi pullarga haydasinlar, o'zlari ham ikki og'iz gapirsinlar. Bayroq ko'taring, 100 yil chiqishingizga ishonamiz. Biz hech qachon sizlarga tishingizga demaymiz, do'stlar. Biz bu ishlarni yoki kimdir tanilish uchun emas, chunki meni o'zimga yarasha auditoriyam juda katta. Nabot so'nggi paytda taniqli bo'lish emas, taniqli emas bo'lishga harakat qilaman. Prosta bo'layotgan nohaqliklarga chidolmadim, jim tura olmadim. Imkoniyatdan kelib chiqib shu ishni qildik. Albatta yaxshi fikrlar bo'lsa kommentda qoldiring. Sizlarga ham Anvarga natijasi kabi bir emas, ikkita emas, 10 talab kamarlar nasib qilsin sportchi kubkalarimizga, UFC cho'qqilarga chiqinglar. Va yangi mashinalarni egasi bo'lib yuringlar. Undan-da katta natijalarga chiqinglar. Biz esa qo'limizdan kelgan akukalar, biznesmenlar bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi, qo'llab turish hech qachon esimizdan chiqmasin. Qaniydi menga ham kimdir shu gaplarni aytganda, endi bosh